Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun tug'ilgan kunimizning Aybek bilan tug'ilgan kunining ikkinchi qismini yetdik. Xudo xolasa kech kelgan mehmonlar keldi. Shular uchun ikkinchi qismi bor bu yerda. Chiroyli to'stlar bilan, chiroyli tilaklar bilan davom etamiz. Assalomu alaykum yigitlar, tug'ilgan kunlar qutlug' bo'laversin hammangizga. Rahmatulloh. Yaxshi o'tishlarmi? Mana bularning hamkasblari, do'stlari, qadrdonlari, yerlik qaladan ham bor mehmonlarimiz. Mana bratishkalar, san'at san'at. O, Muzaffar aka, chiqsiz, Muzaffar aka. Yaxshi o'tishmi? O, albatta. Mana bo'ldi mana. O, bo'ldi, tabriklaymiz. Bugungi hamma tilaklar